Hey yo YouTube ağabey, sizler bilen Ender Uzubu. Bugün bize One Block'ning 3. kısmını alamiz. Bugungi videoda men ferma quraman, mo ferma. Zombi creeper degandek. Oh my god. Yoqqan modum ishlabdi. Aro o'tirishim bilan ishladi. Night Vision. Bu sizlarga ham, o'zimga ham qulaylik bag'ishlaydi. Videoni yaxshiroq va ko'proq ko'rasiz. Tiniqroq. O'tkazsa bir sandiq chiqqan ekan. Anchadan beri video olmay turdim. Ya'ni bu videoni olmay turdim. Hozir birinchi o'rinda xavfsizlik uchun yopib qo'yamiz. Taxtani ishlatmaymiz. Bular ishlatamiz. Bu narsa nimaga ishlashi mumkin? Qo'yib bo'lmas ekan. Mayli. Men creepermi yo boshqa zombi bomba chiqsa haligi nima bo'ladi? Ya'ni platformamiz yo'q ko'rmaslik uchun. Ana bu uchun olib tashlamasak bo'lmaydi. Tashqarida spawn qoladi. Ana bo'ldi. Baby zombi chiqsa hech narsa qilmaydi. Bu kerak. Chap. Yo'q. Xo'sh, birinchi o'zga daraxt kerak. Yoki loydan quraymi ekan? Lekin loy ferma uchun kerak bo'ladi. Tarvuz bor bizdancha. O'zi one block uncha ovqat kerak bo'lmaydi-yu. Chunki orolimiz juda kichkina. Menda tapar bor ekan-ku. Endi esmoqchi bo'lib turdim. Tog' kerak emas. Bizda qachondir tosh chiqarmikin? Mo'ch ketib qolmasin. Addushimga sandiqlarni o'zgartirgim keladi, sal siljitgim kelyapti. Mana shu yerdan sekin to'laychi. Osh. Sal uzunroq joy qurib turib, kattaroq turib bir uzun sandiqlar joy qilaman. Daraxt tugadi. Bizda yana bormi? Afsuski faqat ko'chat bor ekan. O'tkazilmaydi, daraxt o'sib chiqdi, endi o'stirdim. Men ko'chat ekkandim shekilli menda bu yerga. Qo'lni paydo qilibdi. Bizda addushi fermamiz o'syapti-ku. Qorni ochmas. Uy! Mayli. Muhim o'zimiz tushib ketmayapmiz. Muhim hali bizda sigir bor. Endi u ham yo'q. Biz mana bunaqa daraxtlarni ushlab turamiz. Bu videoning birinchi qismi yaxshi ko'p ko'rildi, lekin ikkinchi qismi yaxshi qiziq bo'lmadi shekilli, shuning uchun yaxshiroq, men ovozimni yaxshiroq gapirishga harakat qilyapman. Bu yog'ini bo'lsa chiroyliroq chiqadi. Mana. Endi adush sandiqlarni ko'chiramiz. Hech qaysi tushib ketmadi, yaxshi. Yaxshi. Mayli, bir
bo'lar xatoga ketibdi. Xatoga yaxshi bo'laveradi. O ketish ketmadi yaxshi. O'rtaga nima qilaman? O'rtaga pechkami yo boshqa narsa qo'yaman. Keyinchalik. Bizga hozir resurs kerak. Buning uchun qozish kerak. Endi shu bitta anaqa yasaveramiz. Lepetkadan boshqa narsa yasolmas ekanmiz. Xo'sh, mana lepetka bor. Endi qoziymiz. Mana shu tepada qizil siyoh rang yozib tezroq tugashini kutish kerak endi. Cho'chqa kiramiz. Yaxshi o'rov sabzi ekib qo'yamiz hozir. Buni ekib olam? Yo'q, ekamiz ekan. Hozircha bo'ladi. Mol tutsa bo'lmaydi. Nihoyat daraxt chiqishni boshladi. Endi akansa chopamiz. Lepetka ham sindi. Men 8 minutda daraxt qasimli van blok qasimli o'tkazdim. Va tepada chiziqcha yozib qoldi. Yotoq. Lekin yana ikkita kerak. Kim yuribdi? Cho'chqa bor ekan. Men boya o'ldirdim shekilli. Cho'ta torliq qilyapti. Orolni biroz kattatirmoqchiman.
Versakda joyini o'rniga ko'chiraman. Sandiqning o'rtasiga. To'g'ri orolda pacha chiqib yotibdi. Bizda ikkitachilik bor ekan. Sezmayapman buni. Agar mana shu tuxumdan jo'ja chiqsa, like bosasiz. Iltimos. Tushdimi o'zi? Men ko'rmadim. Boyagi blokani. Tatish bitta poystolik. Cho'ta toshmay odam qiynayapti-da. Shuning uchun videodan zerkalib ketyapti.